ko'rishingiz mumkin ichlarini. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan tandir somsa yegim keldi, lekin iloji yo'q deb o'tirishga vaqt yo'q, chunki siz bilan bugun biz qozonda tandir somsa pishirishni o'rganamiz. Demak, oldin bizga xamirini taxlab olamiz. Xamiri uchun elangan un 700 gramm, mana shu kurishgan 1 litr, 1 litr to'ldirmadim, 700 gramm suv, bunga 1 choy qoshiqda tuz solaman. Mana 1 choy qoshiqda tuzni solaman. Yaxshilab tuzni eritib olaman suvda. Da qattiqqina xamir taxlab olamiz oldin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana suvimizni solib oldik. Suvimizni oz-ozdan solib xamirimiz qancha qattiqroq bo'lsa, ko'proq dam berib, ko'proq mushlasak, shuncha samsamizning xamiri silliq, qavatlari chiroyli bo'lib chiqadi. Mana shu ko'rinishda xamir taxlab olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi mana shu holatda xamirimizni 10 minut dam oldirib qo'yamiz. 10 minut paket yopamiz, dam oldirib qo'yamiz. Mana 10 minutdan keyin yana xamirimizni olamizda qattiq mushlay boshlaymiz. Xamirimiz yaltiroq bo'lib, yuzlari tekis bo'lib, chiroyli bo'lguncha mushlab olamiz. Endi mana xuddi mana shu ko'rinishda ko'ryapsizlar. Mana xamirimiz o'zi tayyor bo'ldi. Endi uni zovarachalarga bo'lib olamiz. Oldin teng 2 ga bo'lib, keyin yana o'rtasidan 2 ga bo'lib olamiz. 4 ta zuvolacha hosil bo'ldi menda. Bularni zo'ra ko'rinishda yumaloqcha qilib olamiz. Mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Mana shunday ko'rinish. Mana ko'rib turganingizdek. Menda 4 ta zo'ra bo'ldi. Endi buni tovog'imizga unni solamizda bir-biriga qo'shilib yopishib qolmasligi uchun unla olamiz. Mana shu holda damo bo'ldi, tayyor yoyishga. Endi buni o'qlov yordamida bir tekisda nafs qilib yoyib olamiz. Nafs qilib kattagina shu ko'rinishda nafs qilib yoyib olamiz. Mana shu ko'rinishda. Mana xamirlarimizni yoyib oldik, katta qilib nafs qilib. Endi bu xamirimizga orasiga qo'y yoki mol yog'idan surtamiz. Kimdadir saryog', qaymoq bo'lsa ham foydalanishingiz mumkin. Menda qo'y yog'i bilan qaymoq borligi uchun qo'y yog'i va qaymoqdan foydalandim. Ikkalasini aralashtirib qizdirib olamizda xamirimizga bir tekisda silliq qilib surtib olamiz. Mana shu ko'rinishda hamma joyiga tegish kerak yog'i. Mana ko'rib turganingizdek. Endi bu xamirni ustidan ikkinchi yoyib olgan xamirimizni bir tekisda to'shab olamiz. Shunda somsalarimizni qat bo'lib, qavatli bo'lib chiqadi. Mana ikkinchi xamirimizni ham solib oldik. Mana bir xil qilib ikkinchi xamirimizni ham yoyib oldik.
Endi bu xamirni ustidan ham o'sha yog'imizni surtib chiqamiz takrorlab. Xuddi mana shu ko'rinishda. Endi mayda qilib, ingichka qilib xamirimizni tortib, cho'zib o'rab olamiz. Orasi qancha zich bo'lsa, o'ramlar soni shuncha ko'p bo'ladi. Mana o'rab oldik. Buni endi mana shu ko'rinishda o'rab ustiga paket yopamizda. Mana shunday qilib kattalikda kesib olamiz. Shunday kesib oldik. Endi qiladigan ishimiz bir tomonini mana bunday qilib yopamiz. Va bu tomoni mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Chiroyli qilib zuvolachalar taxlab olamiz. Mana shunday barmog'imiz bilan olib bitta bosamiz. Mana bu ko'rinish tayyor bo'ldi. Mana xuddi mana bunday ko'rinishda xamirchalarimiz qarang. Juda ham chiroyli xamirchalarimiz tayyor. Endi buni tarelkaga teramizda to ichidagi nachinkasi tayyor bo'lguncha xolodilnikda saqlaymiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, piyoz, go'sht va qo'y dummasini maydalab to'g'rab oldik. Endi bunga o'zimiz xohlagan ziravorni solamizda aralashtiramiz. Hoziroq zirani ham ezib solib oldim. Endi hamma nachinkalarimizni aralashtirib olamiz. Mana nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni chetga olib turamizda. Mana xamirlarimizdan olib tayyor turibdi, yoyib olamiz. Xamirimizni olamizda o'rtasini napsroq, girdini napsroq, o'rtasini qalinroq qilib yoyib olamiz. Mana bu xamirimiz ich tomoni, mana bu tashqi tomoni. Mana shunday qilib yoyib olamiz. Mana nachinkalarimizni solib oldik. Endi qiladigan ishimiz samsamizni chiroyli qilib bo'kib olamiz. Mana shu ko'rinishda ko'ramiz. Xohlasangiz mana shu ko'rinishda bo'kishingiz mumkin. Xohlasangiz uchlarini mana bunday qayirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana samsamiz tayyor. Somsachalarimiz tayyor bo'ldi. Endi oldindan gazga qozonimizni qizdirib, endi mana shu qozonimizga mana shu ko'rinishda qo'yib chiqamiz. Mana ko'rish uchun qozonimiz tayyor bo'ldi. Somsachalarimiz tagiga ozginagina tuz sepib qo'yamiz. Qozonimiz tagi kuyib ketmasligi uchun. Mana somsachalarimiz yopildi. Endi olovni pastgina qilib qozonimizni qopqog'ini qo'yamiz va 15-20 minutda qopqog'ini ochib, qopqog'ini ichidagi bug'langan suvini artib olaveramiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, qopqog'ini oldik. Qopqog'ini mana bunday qilamizda, qopqog'ini namini bir artib olamiz. Endi somsalarimiz yuzlari qotib, orqasi qizarishni boshladi. Bir dona tuxumga 2 qoshiq sut solamizda, aralashtirib samsamizni yuziga surtib chiqamiz. Chiroyli yaltiroq bu qizarib pishishi uchun. Yuziga chiroyli qilib mana shu ko'rinishda surtib chiqamiz. Qo'yib qo'yamiz.
Mana hurmatli obunachilarimiz, 1 soatda somsalarimiz mana shunday qizarib chiqdi. Endi buni sal-salgina orqasini qirib qimirlatib olamiz. Tarelkaga solib olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, somsalarimiz qarang, xuddi tandirda pishgandek orqalari. Mana ko'rib turganingizdek, mana tandirda pishgandek orqalari pishib chiqdi. Mana qamirlari mana juda ham qarsildoq bo'lib, mana ko'rishingiz mumkin ichlarini. Mana yoqimli ishtaha. Mana somsalarimiz tayyor bo'ldi. Qarsildoq va qattiq somsamiz qozonda pishirib oldik. Albatta buni uyingizda tayyorlab ko'ring.